Tönögün İstanbul'daki Çağlayan Sot Mahkemesi aldıda Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan İstanbul Bosh Taftish Mahkemasiga sunulgan jinoiy ishlar ariznamasi haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Bayonotda Xitayning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotganligi, mazkur jinoiy qilmishga chetilgan Shi Jinpingdan boshlab jazo lageri mas'ullari, Xitoy bexatarlik idorasi amaldorlaridan 115 kishining ismlarining Bosh Taftish Mahkemasiga bildirilganligi bayon qilindi. Xitoy yadro qurollari to'g'risida ziddiyatli talab va fikrlarni o'tirib qo'ydi. Beijing Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashining boshqa doimiy a'zolari bilan birlikda oldi bilan yadro urushining va qurol yarog' raqobatining oldini olish talab qilindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi butun dunyodagi yadro qurollarining 90%ning Amerika va Rossiyada ekanligini eskartdi. Beijing hukumati Washington va Moskvadan yadro zapasini azaytishni talab qildi. Amdilikda bo'lsa, Xitoy doiralari o'zining yadro qurollarini davomli zamonaviylashtirayotganligini e'lon qildi. Germaniyadagi Uyg'urlar 2022 yili Xitoyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilishni talab qildi. Poytaxt Berlindagi tarixiy Brandenburg darvozasi oldida yuzlagan kishi Dunyo Uyg'ur qurultayining chaqiriqi bilan Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qilish namoyishiga qatnashdi. Orqadan namoyishchilar Germaniya tashqi ishlar ministrligiga yurish qildi. Namoyishda Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin va jazo lagerlari taqolsin qatorliq shiorlar to'ladi. Falastin Maliya Ministrligi 12 oyda ma'murlarning maoshining davlatga iqtisodiy masalalar sababidan yana bir qatam kam berilganligini e'lon qildi. Ministrlik yozma bayonotida harbiy va mulozimat kasbida ishlaydigan ma'murlarning dekabrdagi maoshining 80%ning berilganligini bildirdi. Amerikadagi donglik avtomobil shirkati Tesla Xitoyning irqiy qirg'inchiligi davomlashayotgan Sharqi Turkistonda yangi setish do'koni ochdi. Urumchida ochilgan setish do'koni ommaviy taratqularda tanqidga uchirdi. Bo'libmi amerikaliklar Tesla shirkatining bu harakatining to'g'ri emasligini o'tirib qo'ydi. O'tgan yili Angliyaga bormoqchi bo'lgan 28 mingdan ortiq qonunsiz ko'chman Fransiyadan kichik kemalar orqali Angliya bo'g'ozidan o'tgan. Shunda qilib Angliya bo'g'ozidan o'tgan ko'chmanlarning soni rekord yaratgan. Egalanishcha 2021 yili 11 noyabr 1835 ko'chman 33 kemada Angliyaga kelgan bo'lib, bu bir yilda xotirlangan kundalik ko'chmanlar soni eng ko'p bir kun bo'lgan. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabariga qaraganda, doirlarning bayonoti qaraganda Xitoyning g'arbiy janubidagi Guizhou o'lkasida bir qurilish o'rnida tog' siyrilib tushish hodisasi yuz bergan. Yer ostida qolgan 17 kishidan 3i qutqizib olingan bo'lib, 14 kishi o'lgan.